Xalqaro maydondagi so'nggi muhim voqealar. Dunyo siyosatida keskinlik tobora ortib bormoqda. Quyida xalqaro maydondagi so'nggi muhim xabarlar bilan tanishing. AQSh siyosatida yangi ayblovlar. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronga qarshi urush boshlanganiga bir qator amerikalik siyosatchilarni aybdor deb bilyapti. Uning ta'kidlashicha, bu Pete Hegseth, Jared Kushner, Steve Witkoff, Marco Rubio bu jarayonda ayblandi. New York Times tergovi. The New York Times gazetasining dastlabki tergov natijalariga tayanib xabar berishicha, Eronning Minob shahridagi boshlang'ich maktabga qilingan hujum uchun Qo'shma Shtatlar javobgar bo'lishi mumkin. Eron tomonidan bayonot. Eron Islom inqilobi muhofaza korpusining qo'mondoni o'rinbosari Ali Fadaviyning aytishicha, Donald Tramp 10-martdan buyon Eron bilan sulhga erishishga harakat qilmoqda. Fadaviyning ta'kidlashicha, agar dushman urushda g'alaba qozonganida, ular butun dunyo bo'ylab sulh vositachilarini izlamas edilar. Ummondagi neft omborlariga hujum. 11-mart kuni Ummonning Salala portida joylashgan neft omborlari dron hujumlariga uchradi. Ma'lumotlarga ko'ra, dronlar yonilg'i saqlanadigan baklarga zarba bergan. Rossiya va Eron o'rtasidagi harbiy hamkorlik. CNN ma'lum qilishicha, Rossiya Eronga dronlardan foydalanish bo'yicha yangi taktikalarni o'rgatmoqda. Bu usullar orasida havo mudofaasidan qochish, to'da hujumlar va parvoz paytida dron yo'nalishlarini o'zgartirish kabi strategiyalar bor. Ayni paytda Washington Post gazetasi ham Moskva Eronga Yaqin Sharqdagi Amerika kuchlariga qarshi amalga oshirilayotgan hujumlar uchun razvedka ma'lumotlarini taqdim etayotganligini xabar qiladi. Faqat shularmi? Rossiya yana qaysi masalalarda yordam berishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Xat tizimlarining ko'chirilishi. AQSh va Isroilning Eronga qarshi harakatlari fonida Janubiy Koreyada joylashtirilgan ayrim xat raketalariga qarshi mudofaa tizimlari Yaqin Sharqqa ko'chirilganligi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Janubiy Koreyaning CBS telekanalining xabarlariga qaraganda, Gyeongbuk-do provinsiyasidagi Songju aviabazasidan 6 ta xat uchirish moslamasi ko'chirilayotganligi aks etgan videolar e'lon qilindi. Janubiy Koreya prezidenti esa bu holatdan xavotir bo'lib, AQSh tomonidan Koreya yarim orolida joylashtirilgan Patriot va xat tizimlarining Yaqin Sharqqa olib ketilayotganligi mamlakat xavfsizligiga ta'sir qilishi mumkinligini ta'kidladi. Nima deb o'ylaysiz? Xavotirga o'rin bormi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Eron jahon chempionatida ishtirok etmaydi. Eron sport vaziri Ahmad Donyamali ma'lum qilishicha, mamlakat milliy terma jamoasi 2026-yil futbol bo'yicha jahon chempionatida ishtirok etishdan bosh tortdi. Ispaniya diplomatik qadami. Ispaniya tashqi ishlar vazirligi Isroildagi o'z elchisini chaqirib olganligini ma'lum qiladi. Bu qaror Yevropa davlatlari orasidagi siyosiy munosabatda yangi bosqich boshlanganligini ma'lum qilmoqda. Sizning fikrlaringiz qanday? Yevropadagi navbatdagi qaysi davlat Isroilga qarshi diplomatik chora ko'rishlari mumkin deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Mehnatlarimizni qadrlash maqsadida like bosib, obuna bo'lishni unutmang.